markazi tomonidan yangi loyihaga start berildi. Yangi loyiha bu aqlli kutubxona. Bu loyihaning asosiy maqsadi nima? Kutubxona faqat kitob o'qiladigan joy emas, balki bilim olish, ijod qilish, texnologiyadan foydalanish uchun zamonaviy ta'lim markaziga aylantirish. Ikkinchi loyiha esa kasb va kitob. Ushbu loyihaning maqsadi har bir kasbning asosi bilim va kitob ekanini targ'ib qilish. Kasbim, sevimli kitobim taqdimotlari, mutaxassislar tavsiya qilgan kitoblar. Biz ilm bilan yashaymiz, fikrlaymiz, izlanamiz, mehnat qilamiz. Biz yuksalayotgan jamiyatmiz. Biz kuchli davlat poydevorimiz. Bu loyiha albatta sizga manfaatli bo'ladi. Bizni kuzatishda davom eting.